hammaga. Biz yana odatdagi ish joyimizga qaytdik. Yana o'sha koridor. Bu koridorimizga ozroq pauza berib turgan edik, chunki mana shu ishxonaga kirish asosiy yo'lagini birinchi ta'mirlab olishimiz kerak edi. Mana o'sha asosiy kirish yo'lagimiz. Patolog qop-qora, devorlar pepelniy svet. Ana shu qavatdagi qolganlari bo'lgan. Faqat oxirgi qavat qolgan. Bu safargi birinchi etapimiz devorlarga gruntovka urib olamiz. Mana bunaqa oq gruntovka. Xuddi kraskaga o'xshaydi bu. Lekin gruntovka bu. Biza pastdagi kirish yo'lagini ta'mirlab bo'lgunimizcha katta akam patologlarni shkurka qilib qo'yibdi. Hamma joy tep-tekis. Jiraf yordamida qilganlar. Ana endi hozir bir chekkadan gruntovka boshlab kelamiz. Endi maylarni, skotchlarni ham yopishtirib olsak bo'ladi. Plyonka bilan himoya qilib olsak hammasi zo'r bo'ladi.